Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bolajonlar, sog' salomatmisiz? Bugun men sizlarga Allohni izlagan quyon haqida hikoya aytib bermoqchiman. Ishonavering, bunaqa qiziqarli hikoyani siz hali eshitmagansiz. Qadim zamonda bir kichkina quyoncha bo'lgan ekan. Bir kuni quyoncha o'z-o'ziga aytibdi: "Buncha go'zalliklar bilan bizni kim yaratgan ekan-a?" Avval tog'larga, so'ng o'rmonlarga qarabdi. Ulardan "Sizlarni kim yaratgan-a?" deb so'rabdi. Shunda yon atrofdan "Alloh, Alloh, Alloh, bizlarni buyuk Allohim yaratdi" degan ovozlar eshitila boshlabdi. Quyon yo'lida davom etibdi. Keyin oy va quyoshdan so'rabdi: "Havoda bir-biringizga urilmaydigan qilib kim yaratdi sizlarni?" Shunda oy va quyosh javob berishibdi: "Bizni o'z navbati bilan chiqaradigan, osmonda bir-birimizga urilib ketmaydigan qilib yaratgan yagona Allohim bo'ladi" deb javob qaytarishibdi. Bu nuqsonsiz olamni bir yaratuvchisi bo'lsa kerak deb o'ylabdi quyoncha har safar yon atrofga termulib. Har narsaga kuch yetuvchi yaratuvchisi bo'lishi kerak der ekan. Shunda yon atrofdan "Alloh, Alloh, bizni go'zal Allohim yaratdi. Alloh, 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 bizni buyuk Allohim yaratdi. Alloh o'zi chiroyli, bizni o'ziga o'xshatib yaratdi" degan ovozlar eshitilishni boshlabdi. Shunda quyoncha sal narida yaylovda o'tlab yurgan qo'y-qo'zilar, sigirlar, otlarni ko'rib qolibdi va "Sizlarni kim yaratgan?" degan savol bilan ularga yuzlanibdi. Ular ham "Bizni buyuk Alloh yaratdi" deb javob qaytarishibdi. Dengizlarni, ko'llarni, katta-katta cho'llarni buncha chiroyli qilib kim yaratgan ekan-a deb hayratlanibdi quyoncha. Shunda uni yonidan oqib o'tayotgan ko'l javob qaytaribdi: "Dunyodagi barcha dengizlar, ko'llar, katta-katta cho'llarni Alloh yaratdi. Alloh o'zi chiroyli, bularni chiroyli qilib yaratdi" deb javob qaytaribdi. "Shirin hidli gullarni buncha chiroyli qilib yaratgan ekan-a" deb hayron bo'libdi quyoncha. Shunda gullardan javob kelibdi: "Alloh o'zi xushbo'y, Alloh o'zi chiroyli, Alloh bizni o'ziga o'xshatib xushbo'y va chiroyli qilib yaratdi" deb javob qaytaribdi. Shunda quyoncha har bir narsaning yaratuvchisi borligini va u yagona Alloh ekanligini tushunib yetibdi. Qullarni yaxshi ko'ruvchi, rizq beruvchi faqatgina Alloh ekanligini anglab yetibdi. Xuddi shunday bolajonlar, bizlarni va biz ko'zimiz bilan ko'rib turadigan barcha narsalar, ya'ni hayvonlar, qushlar, o't-o'lanlar, daraxtlar, tog'-u toshlar, osmonlar, biz yeydigan narsalarni Alloh bizga rizq qilib bergan va biz bular uchun Allohga shukr aytishimiz, alhamdulillah zikrini ko'paytirishimiz kerak. Shu bilan bugungi hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, ushbu hikoya sizga manzur bo'ldi. Keyingi hikoyalargacha sog' salomat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Har doim Alloh panohida bo'linglar bolajon.